Assalomu alaykum, kanalimiz obunachilari va bizni muntazam kuzatib boruvchi aka-ukalar. YouTube ishqibozlari mana buni to'qliq qo'zi sog'liq ishqibozlariga mana xohlasa arashan to'qliqlar zo'r-zo'rlarni qo'yibdi. Videoni oxirigacha ko'ringlar, xohlasa bugun barra so'ragan obunachilarga barra, zotga qo'chqor so'raganlarga qo'chqor. Mana bunaqa to'qli arashan so'raganlarga to'qli arashanlarni hammasidan bitiramiz. Hamma obunachilarni so'raganlarga xohlasa ishini bitiramiz deyaptilar ekan. Videoga like bosib, maksimal darajada tanish oshna og'aynilarga bunaqa arashan to'g'ri qidirib yurgan obunachilarga jo'natib qo'yishni iltimos qilamiz. Videoda xato kamchiliklar bo'lsa oldindan uzr so'rab qolamiz. Xo'p, bugun biz Namangan viloyati Namangan tuman Tepaqo'rg'on qishlog'ida o'zimizning xonadonimizda videoga olib bormoqdamiz. Hafta kuniga bugun yakshanba dam olish kuniga da xolos dam olib ko'rayotadigan video qilib chiqarib beramiz deyaptilar Azbek aka. Mana xolos Azbek aka. Bugungi obunachilar nech partiya bor? Assortiment ko'p. Assortiment ko'p, ha. Barralar zo'ridan kelgan. Barralar ham zo'ridan. Oxirida vaqtda chiqarib beraman. Xo'p, 100 arashan sog'liqlarni kelgan. Like bosib otangga rahmat deysin, birma-bir ko'rsatib boraveramiz. Dastlabkasi O'zbekiston bo'ylab, ha? O'zbekiston bo'ylab qilib beramiz mana. Kelishilgan holatda qo'yiladi. Obunachilar 2 kilometr telefon qilaverasizlar, dastlabki O'zbekiston bo'ylab yetkazib beriladi. Besplatni, bepulga yetib boradi. Pul qo'shilmaydi. Chiqarilgan narxdan shu optim 4 tasini olsangiz, hammasi dastlabkasi besplatni yetib boradi. Bitta ikkitaga kelishilgan holda yetkazib beriladi. Va bular yosh oyligi necha oylik? 11-12 oylik. 11-12 oylik, ha? Yeb ishlari yaxshimi? Sinovda o'tdimi? Sinovda o'tib uyga borganda sinashma olishaveradi. Bo'ylarini nechiga beramiz bo'ylarini? Bo'ylar 75 ga olishaveradi. 75 ga olasizlar obunachilar. 75 ga olishaveradi. 75 plus minus ga olasizlar. Qolsa zo'r ekan. Imkon qadar kelib ko'rib ustida savdo qilsalar ham bo'laveradi. Manzil uzoq kelishga imkoniyati yo'qlarga dastlabkilarimiz bor. Yetkazib beramiz. Narxlari ham da xolos o'ta go'zal qilib beraman deyaptilar. Bugunga qisqa qilib videoga olib beramiz. Gap ko'paytirmasdan. Ko'p gap eshakka yuk deydi. Shunaqa video bo'ladi xolasa bugun. Qisqa qilib beramiz. Video yoqqan bo'lsa, bittadan like bosib, kommentariyaga otangga rahmat deb yozib turinglar. Xolasa narxini qisqa qilib kechib ketyapti. Bugungi partiya ko'p. Partiya ko'p. Va londa qilaman. Uni cho'zoshtirish kerak yo'q. Bitta gap gapir. Bitta odam olsa, Toshkentdan, Namangandan, havo aligindan kelsin 48 mana ketdi bu yerga. 4800 dan mana O'zbekiston bo'ylab beraman. Telefon qilib aloqaga chiqarasizlar. Obunachilar biz endi ikkinchi partiyalarni ko'rsatamiz. Videoda juda qisqa qilamiz. Imkon qadar like bosib qo'llab-quvvatlab turinglar. Obunachilar ikkinchi partiyalarimizga mana hozir 5 dona o'ta go'zallardan, ayiq polvonlaridan kelibdi. Haqiqiy ishqibozlarga tavsiya qilib qolamiz. O'ta polvonlar. Yosh oyliklar necha oylikka beramiz Azbek aka bular? 11-12 oylik yoshlar. 11-12 oylik tish yorishga kelib qolgan variantlardan aka. Naq bo'g'oz ha xolasa. Hammasi bundan xolasa. Bo'g'oz 100 variantida. 100 o'z mana hammasi qorin tashlab qolibdi obunachilar. Yelini ham qo'zg'ab qo'ygan. Mana ularni yelini qo'lga to'lib qoladi pashtan shu ikkita uchtasiniki. Hop, imkon qadar kelib ko'rib olishaveradi. Ustida savdo qilgan ham ma'qul. Ko'rib olishaveradi. Lekin 100 bo'g'ozni ishga javob beraman. Nimagaki qo'chqor yurgan bilinib qolgan, bilinib qolgan, yelini tashlab qolgan. Ha, semiz bezmas. 100 deyapti. Nimagaki ishonganimni aytyapman bu narsaga. To'g'ri. Endi hamma ham shuning ichida yurganmiz, ahlimiz yetadi. Ha, imkon qadar agar ishonmasalar, tavsiya qilamiz. Hop, bo'ybastlarni nechiga beramiz ularni? Bo'ybastlarni 80 ga beraylik. 80 atrof 80 plus minusga shunda obunachilar bo'yi mana juni bilan hisoblanyapti. 3-4 sm juni ham bor. Mana telefonda endi baribir katta qo'y, kichkina qo'y, katta ko'rinadi. Imkon qadar kelib ko'rib olish tavsiya qilamiz. Mana yirik qo'ylar kelgan. Yirik. To'xlini o'ta yiriklar. Yana og'riqmas bular, badani bor. Badani bor, yem-yeb turgan. Ishini ham ochib ko'rsatib qo'yingchi. Mana Qo'zi. Hammasi yirik qo'ylar. Mashina ham shuncha bitta ayiq polvonni. Faqat qo'ydi yo'q, o'zi yo'q obunachilar mana. Naqd bo'g'oz. Mana qorinlarni ham tashlab qo'ydik. Mana shimdan tish yorishga. Dokumentini ko'rsataylik. Mana tish yorishga kelib qolibdi. 15 kun bir oyda tish qazib qolar ekan. Xo'p, bular 100 bo'g'oz deyapsa, bo'ybastlarini 80 plus minus atrofida. 80 plusga beraman. Yosh oyliklari 11-12 oylik.
Hop, narxini ayting, obunachilar bir qisqa bugun chiroyli video bo'lsin, partiya ko'p deyapsiz. 5 bitta ayting obunachilarga. Narxi nima? Qo'ylarga gap so'z yo'q. Qo'ylar yoqtida xohlasa obunachilarga like bosib, opamga rahmat deb turishadi. Bo'ladigan qilayting, 5 bitta. Buni Bitta ayting. ishonganimni aytyapman-da. Bu qisir emas, bo'g'oz. Bo'l. Bitta eshitdim. Uni 5 milliondan deyapti. 5 million so'mdan qozonarsa, ishonaver. Menda ham bezi bor. Bo'l. Bez bo'lmasa qo'yda qaytaraveradi. Bo'l. 5 million so'mdan dastlabkasi O'zbekiston 5 bo'ylab, ha? million so'mdan 5tasini oldim Azizbek deganga O'zbekiston bo'ylab dastlabkasini Bo'ldi. beraman. Hayri sunnati yozini o'tib berasiz, ha? Telefon qilib aloqa chiqarasizlar. Vodiy bo'ylab Toshkentgacha bo'lsa hayri sunnatiga o'tib beriladi. Obunachi imkon qadar manzil yaqin bo'lsa kelib ko'rib olishni tavsiya qilamiz. Chunki ular qo'zlar ancha katta to'xlilar. Telefonda kichkina ko'rinyapti. Kichkina to'xli bo'lsa telefonda katta ko'rinadi. Kelib ko'rib olishni tavsiya qilamiz. Like bosib qo'llab-quvvatlab turinglar. Endi 3-partiyamizga o'tamiz. 2-partiya. Shaytigacha ham like bosmadingizmi? Like bosib qo'ying. Azizbek ham diqqat sizdan hojaka hozir. 3 dona mana barra narxi to'xli bo'g'ozlar chiqazib beraman deyaptilar. 3-partiyamizga 3 dona ekan-da, Azizbek aka. 3-partiyamizga 3 dona. 3 dona. Hop, yosh oyliklar necha oylik bular? Yoshliklari bor. Hop. 10-11 oylik. 10-11 oylik bo'ybastlari. Qisqa tez ma'lumotni beraylik. Qisirda narxida bo'lmaz. Qisirda narxida bo'g'oz, ha, qolasa. Bunaqa variant bor, kamdan kam bo'ladi. Kam mana. Ha. To'xlilar ham bachkana emas. Like-ni bosib qo'ying shaytiga. Shaytiga, ha. Shaytiga qo'yinglar bunday. Like-ni bosib otangga rahmat denglar. Bitta like arziydigan ish qilasiz, xohlasa. Xohlasa ishonaver. Qisirda narxida bo'g'oz. Xo'p, bo'g'ozlarni necha oylik deysiz bularda, obunachilarga? Bo'g'oz oyliklari bir 3 oylik bor. 3 oylik atrofida, ha. Xohlasa 3 oylik atrofida bo'g'oz deyaptilar. Imkon qadar kelib ko'rib olasizlar, bo'lmasa uzoq masofadagilar shu narsaga ham savdo qilib olasizlar, shu narsaga ham sotib ko'radilar, ha. Shu narsaga ham sotib ko'radi. Bo'ldi. Narxini ayting bitta obunachilar, qisqa videoda qisqa. Ishini bitiraman. Bo'ldi. Menga dangal savdo qilasiz. Dangal gapiring, bo'ldi. Ha. Gapiring, savdo ham qilishmay, jo'natib bor Azizbek deydi. O'nakta viloyatga bor, ketdi mana 4,5 milliondan. 4,5 million so'mdan dastlabkasi O'nakta viloyatga Ketdi. bo'ldi. Gap so'z yo'q deganlar mana. Siraz barakani olib, zakalat tasham qo'yda xolasi uyingizga yetib boradi. Like bosib qo'llab-quvvatlab turing. Endi ketingi partiyalarimizga barralarmi endi da xolasa? Keyingi partiyamizga barralar. Bo'ldi, barralarga navbat. Hojaka barrani krasavchidan so'radingizmi mana? O'tda go'zalidan terib qo'yibdilar. Hop, Azbek aka bular yosh oyligi necha oylikka beramiz? Hop, 7-8 oylik. 7-8 oylik? Sal haligingga yaqinroq qilayting, obunachilar. 7-8 oylikka to'lmagan hali bular. 6 oylikka beraylik, 6 oylikka. Hazil bu narsa bor. Ha. Hop, 5-6 oylik deylik. 5-6 oylik, ha? 5-6 oylik. 5-6 oylik barra qo'zilar. Qo'chqormi, sog'liqmi? Hop, bitta qo'chqor. Bitta qo'chqor, sariq qo'chqor ekan-da. Qora sog'lig'imiz bor, yiltir. Qora sog'liq mana. Ikkita sog'liq, bitta qo'chqor bo'lsa, o'zim ko'paytirib yuraman degan obunachilar mana. Raza qilib kelibdi, bosib yuboradigan joyga kelibdi. Qo'chqorni ham qarang, o'ta tiniq. Hop, bularni yosh oyligi 5-6 oylik. Bo'yini nechiga beramiz obunachilarga, bo'yini? Bo'yinimi? Bo'y bastlari 65 ga olishsin. 65-70 o'rtasida. 70 ham chiqaveradi manalar. 70 ga olishsin bo'pti. 70. Polis atrofida olaverasizlar. Xolasa zo'r. Hop, narxini bitta gap gapiring endi obunachilar. Narx cho'zmaylik. Bitta gap gapiring. Xolasa 3 ham xil zo'r xillabsiz. Gap so'z yo'q. Qo'ydan olmasa. Hamma gap narxida. Bitta gap gapiring. Ammo chiroylilariga. Bo'ldi. Qimmatli obunachilarga tushirib bering. Bozorda arzon bo'ladi. Bitta gap gapiring. Bitta gapiraman. Ha. Toshkent bo'ylab vodiy handib tur. O'nakta viloyatga ham qilib beraman. 38 dan ketdi. 3 million 800 ming so'mdan mana bosib yuboradigan joyga keldi hojaka. Bitta qo'chqori ham ichida, ha? Bitta qo'chqori ham ichida, ikkita sovliq. Ikkita sovliqni o'zi ham bozorga chiqsangiz 4 million so'mdan deydi shu sovliqlarni ham. Qo'chqori ham mana 3 million 800 mingdan hojaka haqiqiy bosib yuboradigan joyga keldi. Like bosib qo'llab-quvvatlab turinglar. Endi ketinglarga navbat. 4-partiyaga ham mana hojaka o'ta go'zallardan ketdi. 2 dona sariqdan, 3 ta qorasidan. O'ta tiniqlar. Og'adan baraka topib uradigan yaxshi qo'ydi bolalardan ketdi. Hop, yosh oyliklar necha oylikka beramiz? 5-4 oylik. 4-5 oylik atrofida nechta qo'chqor, nechta sovliq bular? Hop, 3 dona qo'chqor. 3 ta qo'chqor, ha? 2 ta sovliq. 2 ta sovliq. Sariqlarmi, sariqlar? Sariqlar qo'chqor.
Qo'chqor. Ha, bitta qo'chqor. Bitta qo'chqor, bitta sog'liq ekan-da, sariqlar. Ha, shunaqa. Hop, buni bo'lib ham sotarasizmi? 5 bitta urasizmi? Ha, buni ochlar. Buni 5ovi bir yerdan kelgan-da. Bir joydan kelgan imkon bo'lsa, ish Imkoni qilib bo'lsa, menga qarating telefonda. Imkon pul bo'lsa, hammasini og'amga tavsiya beraman. Tavsiya berasiz. Hozir Ramazonda osonmas. Oson. Qarang, bugun obunachilarda olishi qolsa, mumkin. Kimlar ikkita olishi mumkin. ishini bitirasiz. Bittani ikkita degan nima? Hop, Xo'jagalarga hammasini tavsiya qilaman. tavsiya qilasiz. Qarang, buni optim bitta qilib narxini ayting. Qolganini keyin bilan telefonda kelishaverasiz. Bak qo'chqor qimmat, sog'liq arzonroq bo'ladi. Hop, bitta ayting, qisqa qilib. Optim bitta narx ayting. Bo'ladigan qilib bo'l. Qimmat emas, bozordan narx ham arzonchiq aytib beraman. Bitta gap gapiring, dastlabkasini O'zbekiston bo'ylab qilib O'zbekiston bo'ylab bor, 36 mana ketdi. 3 million 600 ming so'mdan mana 3 ta qo'chqor, 2 ta urg'ochisi bor. Telefon qilib aloqa chiqarasiz. Bundaqa qilsa deb ham kelolmaydi. Like bosib, qo'llab-quvvatlab turinglar. Xudo xolasa chiroyli bundan ham go'zallar deb kelishga harakat qilamiz. Qo'llab-quvvatlab turinglar. Keting partiyalarga navbat beraveramiz. Hoji aka, barrani 100 arashandan so'radingizmi? Bitta arashandan, bitta ko'kudan bor ekan. O'ta go'zal ekan, o'ta. Ta'riflashga til ojiz. Buni o'zi bir marta ko'rganda obunachilar sirazi bilib oladi. Hop, Azbek aka, bular yosh oyligi necha oylikka beramiz? Yosh oyligimi? 6-7 oylik. 6-7 oylik, 6 oylik atrofiga beraveramiz. Obunachilar 6 oylik qolarasiz, chunki biz ham tug'ilganda tepasida bo'lmayapmiz, bo'y basiga qarab chamalayapmiz mana. O'ta go'zal. Haqiqat. 100-100ligidan. Buni dollarga sotishyapti. Dollarda? So'mga sotaman. So'mda sotasiz, xudo xolasa. Dollar o'ynayman. So'mga sotaman. Obunachilar maza qilsin. Hop, bo'y bastlarni nechiga beramiz ularni? Bo'y bastlarini 70 ga olishaversin. 70 atrofiga beraveramiz. Ikki ham qo'chqor variantida. Haqiqiy bosib o'radigan joyda ekanlar. Taj aka mana o'zi klientam oyog'im bilan kelib turib ulguribman. Video chiqishi sirazi ulguribman. Erta sotilib ketgandan keyin telefon qilish bepo'yda. Hop, bularni yosh oyligi 6 oylik atrofida, bo'ylar 70 ga berdik. Narxini gapiring, bitta obunachilar qisqa qilib dastlabkasini 12 ta viloyat qilib berasiz, chiroyli qilib, ha. Bunaqa qo'ylar kamdan kam keladi. Bitta gap gapiring bo'ldi, qisqa qilib, kech bo'ldi. Ikkoni 8 millionga vodiy voha bo'ylab qilib beraman. Bo'ldi. Barbar aka. 4 million so'mdan dastlabkasini O'zbekiston bo'ylab jup og'onga tavsiya qilib qolamiz. Like bosib, qo'llab-quvvatlab turinglar. Xudo xolos ketingi partiyalarimiz bundan ham arzonlardan chiqaramiz. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.